Keyingi savolim xatlov ishlarida ko'p soliq to'lovlari chiqayotgani, ular belgilangan soliq jarimalarini to'lagandan keyin o'sha yer e'tirof tizimiga kiritiladimi? Shu tarzda savol bergan. Ularga demak soliq to'lovi belgilanyapti. Rozi odamlar. O'sha deylik 6 millionmi 7 million soliq to'lovini to'lasa, e'tirof tizimiga yuboriladimi? Agar ma'lumotlar bazamizda kadastr raqami berilgan bo'lsa, aynan o'sha yer uchastkasi uchun kadastr raqami mavjud bo'lsa, bu demakki kadastr ma'lumotlar bazasi soliq bazasi bilan integratsiya qilingan. Kadastr raqami bor yer uchastka bugungi kunda o'sha yer uchastkasiga nisbatan soliq hisoblanyapti. Agar yangi aniqlangan holat bo'lsa, qonunda o'zida ham belgilanganki, xatlov jarayonida yangi aniqlangan yer uchastkalariga oxirgi 3 yillik soliq to'lovlarini to'lab berish orqali keyingi bosqichga o'tilishi belgilangan. Ya'ni bunda o'sha soliq to'lovlari oshgan bo'lsa, bugungi kundagi amaldagi yer uchastkasi va unda yer uchastkasida qurilgan barcha ko'chmas mulk obyektlari xatlovdan o'tkazilgan va tizimga kiritilgan bo'ladi. Umuman